Bugun men Anas bo'sh asoschisi Islom Abjabborov bergan shartlarni bajaraman. Ketdim. Isming nima? Muhammad Yusuf. Ketdimi? Ketdi. Muhammad Yusufga shart uglovoydan 3 videoni kesmasdan urib ber, aylantir. Yerga tegib kirsa ham bo'ladi. Men bu shartni olishim bilan sirazu poliga yo'l oldim va kelishim bilan shartlarni bajarishga kirishdim. Bu shartni bajarish qiyin bo'lishi aniq edi va kutilganidek ham bo'ldi. Bu shartni bajarishimga oz qolgan vaziyatlar ham bo'ldi va bularni ko'rishinglar mumkin. Birinchi imkoniyat. Ko'rib turganingizdek, birinchi imkoniyat omadsiz yakunlandi. Navbat ikkinchi imkoniyatga. To'g'risini aytsam, bu shart ham o'xshamagandan keyin oxirigacha qilishga xohishim qolmadi, lekin men to'xtab qolmadim. Shuncha harakatlarim o'z samarasini berdi va nima bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Hadi ketdi o'rtoq. Bo'ldi, ketdi o'rtoq, qara. Oxiri shart bajarildi. Bo'ldi, bu video ishlamagan o'zlarigacha yetib borish uchun bu videoni maksimal tarzda qilib, like bosib ketinglar. Hammaga rahmat.